Ana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlik vaqtlarida Jabroil alayhissalom, Azroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalomlar sog'inishib, Allohdan bir so'raylik, Rasululloh bilan bir didorlashib, bir gaplashib, suhbatlashib kelamiz deb Rasulullohning oldilariga borish, Allohning oldiga borish. Ey Alloh, bizga ijozat ber, Rasululloh bilan bir suhbatlashib, didorlashib kelsak. Alloh aytgan ekan, quruq qo'l bilan borgani uyatmaysizlar. Ular aytgan ekanlar, yo Alloh, har birimizni o'zimizga yarasha sovg'amiz bor. Mayli bo'lmasa bo'lsin. Borib didorlashib, suhbatlashib qaytayotgan paytlarida Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar, yo Rasululloh, meni sovg'am bor, qabul qiling. Nima u siz sovg'angiz? Sizni ummatingizdan kim kunda 10 ta salovat aytadigan bo'lsa, Sirot ko'pirigidan yaltiragan chaqmoqqa o'xshab olib o'tib ketaman. Qaranglar, yaltiragan Sirot ko'pirigi 3000 yillik yo'l, qildan ko'ra ingichka, qilichdan ko'ra o'tkir. O'tishligi jannat bo'lsa, toyilishligi jahannam. Yaltiragan chaqmoqqa o'xshash, chaqmoq charsatganda daqa olib o'tib ketaman. Oyog'i tegib tegmasdan olib o'tib ketaman.